Muhammad Yusuf yig'ib bo'lding? Ha, yurg'izlar shu birinchisining o'zida xalqaro bo'ldi. Ishlanibdi bittasini endi. O'zgardi. Ha, birinchilarni o'lchab ko'rdim. Zo'r. Sivcha boshqarib ko'rib ko'rdim. Shunda ham zo'r. Nimadan deb o'ylaysan? Santa birinchi. Xo'p, qara. Kompressor, ha? Kompressor, sivcha Hop. yangi. Switcher yangi, provodlar yangi, tok chiqibdi. Davlina zo'r. Nimadanligini bilmaysan. Tekshirish zo'r yo'llarga ketib qo'ying. Texnikada. Любой savol borki, javob bor. Javobi yo'qdagi ko'rinibdimi? Bilginki u seni bilmasligi. Tushundingmi gapimni? Ya'ni kompress zo'r bo'lsa, ключо распредвалlar yaxshi bo'lsa, switcher provoda zo'r bo'lsa, tok chiqqan bo'lsa, benzinni tekshirib ko'rding? Qara, senga tekshirish zo'r yo'llarga ketib qo'yaman. Choynadagi suvni bering. Ko'p bizni kuzatgan stolkalar uchun ham manfaatli bo'ladi. Okalar mana ko'rinayotgan bo'lsa, mashina qaltirab ishlayapti. Mana provodalaricha qimillab ketyapti. Bitta silindr chalishibdi debdi mana shu. Xo'p, buni tekshirishning eng oson yo'li ziyovatni nima qilamiz? Chantaga suvaramiz. Qani? Ko'ryapsan? Injektor havas o'rtdi. Havas o'rtganligi uchun mashina qaltiribdi. Buni tekshirishning ikkita yo'li bor. Birinchisi suv quyib tekshiriladi, ikkinchisi mashina benzinga harakatlanadigan bo'lsa, benzinga olsa, gazda havas o'rsa ham benzinda havas o'rmaydi. Undan ham ko'ra eng oson yo'li suv quyib tekshirish. Tushundingmi? Bu muammoni motorini ochgan odamlar o'shancha. Galovkasini ko'targan kishilar o'shancha. Shuning uchun birinchi kelgan paytda eng oson narsadan boshlanadi. Diagnoz qo'yishning. Eng arzon va oson narsadan boshlanadi. Tushunarli? Marbo, sen uchun ham manfaatli bo'ldim. Yosh o'sib kelayotgan kadrlardan.